Lokatsiyasi zo'r joyda, 4 burchak, atrofi o'ralgan, dokumentlar tayyor, yashashga turibdi. Narxini ham 1 sotigini $3000 kami bor deyapti egalari. Xullas mana shu 5 metr yo'l bo'ladi. Atlarda ham qo'shnilar bor, mana monetlarni ham sotilgan. Vatan olingan, imorat solinadi. Bu tomoni ham sotilgan. Menimcha mana shu yerga qishda ko'chib kirsa kerak. Olgan odam, mana shu yurgan yo'limiz mana shu 5 metr to'g'riga ko'rsatyapsizmi? To'g'riga devorni buzib turib ko'cha bo'ladi. 5 metr, ikki yoni uy bo'ladi. Как закрытый zona bo'ladi. Bu yerda 6 ta kottejga mo'ljallangan joy. Yo'lni bo'yiga 100 metr. Bu ariqlarda suv kirar ekan. Ariqda suv bor ekan. Lokatsiyani qaranglar. Lokatsiyasi ham vahshiy zo'r joyda joylashgan. Qo'shtepa tumanida turibmiz, Beshkapada. Aytda neizvest nima aytib bu mana shu ko'rib turganlaring eng katta asfalt shu 30 metrlik asfalt. 100 metr kirganda mana shu 4 sotik tayyor dokumenti bilan sotuvga qo'ydik. Pastga raqam qo'yib beryapmiz. Telefon qilib, kelib, ko'rib, egalar bilan gaplashib baraka qilaverasizlar. 1 sotigini $3000 dan kam bor deyapti. Farg'ona uy-joy sizlarga shunaqa 4 burchak joylar topishda davom etadi.